Diqqat! O'zbek fuqarolari darhol xabardor bo'ling. Chorshanba kuni ko'plab hududlarda yomg'ir yog'ishi prognoz qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 22 aprel uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra chorshanba kuni qator hududlarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Toshkent shahrida kunning ikkinchi yarmida yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 24-26 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 24-29 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 22-27 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. O'zbekistonda haftaning birinchi yarmida havo harorati pasayib, juma kunidan yana ko'tarilishi prognoz qilingan. Hafta o'rtalarigacha tog'li hududlarda sel xavfi e'lon qilingan deyiladi xabarda.